Hozir Maksim Gorkiyda bizni bunaqa qo'rqishlarni ko'rib qoldik seni bilan. Har xil rangli. Qaranglar. Вот, mana bunaqa sertifikatli har xil rangligi 10 ming so'm ekan. Shuni oldik, uyda yeb ko'ramiz. Hammaga yana bir marta salom, boyagi ko'chaga salom agar yaxshi eshitilmagan bo'lsa. Xurmo reelsimda men xurmoni kesganman, ko'rsatganman, lekin yemagan ekanman. Ko'pchilik yozdi va yeyishingizni kutdik yo'ydi. Ulichkamga ham yozganlar bo'ldi, ishonsanglar. O'shaning uchun endi har bitta men bu narsalarni yeb ko'rsataman sizlarga. Buni boya ko'rganinglarda yo'ldan qurt umuman mana shunaqa rosa moda chiqdi-yu, har xil rangli qurtlarni yeb ko'rmagan edim. Bismillahirrohmanirrohim. O'shaning uchun kichkina bo'lsa ham sotib oldim. Bunaqa ham qurtni ko'p yeydigan odam uyda yo'q. Endi har bittasini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oy, sertifikatlarni qaranglar. Sariqdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi oranjevisidan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qanaqadir vkuslar bo'ladimi, bo'ladimi? Krasasini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oy, buni qanaqadir mazasi bor ekan. Yashilini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nimadir bo'lsa kerak точно. Yablokami. Oxirgisini yeb ko'rdim. Bunda ham mazasi bor. Malina mala. Maza emas. Anaqa. Malinani privkusi bor. Lekin mazasi qurtib o'sha. Napitkalarga qo'shiladigan vkus bo'ladi-ku. Napitkalarga qo'shadigan rangmi, vkusmi? O'shanaqa. Oqa. Oqa kakabishni qurdim. Nimagadir nashkalasida unchalik men sezmadim. Hech nima. Mana bular ham unchalik sezilmaydi, faqat rang berilgan ekan. Men o'yladim, ajoyib narsami deb o'yladim. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha. Bye bye.